Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan onlayn sug'urtani rasmiylashtirishni o'rganib o'tamiz. Buning uchun sizlarga eng qulay bu klikka kirib olamiz. Bu yerdan klik auto bo'limini tanlaymiz. Va bu yerda kerakli mashina kiritganmiz biz. Hop, biz shu avtomobilni sug'urta qilmoqchimiz. Buning uchun mana majburiy sug'urta, ya'ni OSAGOni rasmiylashtiramiz. Ustiga bosamiz va sug'urta qilmoqchi bo'lgan avtomobilimizni tanlaymiz. Hozir ko'rishlaringiz mumkin. Hop, VIP tarifi, ya'ni VIP tarifini tanlamoqchi bo'lsangiz 120 ming so'm bo'ladi. Bu istalgan miqdorda kishilarni sug'urtaga qo'shish mumkin. Va bu yerda bizga kerakligi 5 gacha haydovchi qo'shish mumkin. Bunda 40 ming so'm bo'ladi. Va rasmiylashtirishga o'tamiz. Va bu yerda sug'urtaga qo'shmoqchi bo'lgan haydovchilarni tanlab olamiz. O'zi avtomatik kiritilgan ekan. Hop, buguncha esa 31 ekan. Biz tanlaymiz. Hop, bugunchasini yozib olamiz. 31 hop 12 2025. Biz amal qilish muddati 1 yil kelib chiqadi. Misol bir kishini qo'shib ko'rsataman. Mana haydovchi yo'q, mana haydovchi qo'shishni ustiga bosamiz va pasport seriya raqamini kiritamiz. Tug'ilgan sanasi kiritamiz va qarindoshlik darajasini tanlaymiz. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, akasi yoki qizi, o'g'li, xotini, eri, onasi, otasi, egasi. Hop, biz sizga o'g'il bo'ladi. Qo'shishni bosamiz. Mana shu tarzda qo'shib olamiz va kerakligicha haydovchini qo'shganimizdan so'ng davom etishni bosamiz. Mana bizi tayyor. Endi 40 ming so'm to'lov. Mana bizlarga OSAGO rasmiylashtirildi deb qildi. Biz polisni yuklab olamiz. Yuklab olish tugallandi. Mana polisni yuklab oldik. Shu tarzda sug'urtani rasmiylashtirib olamiz. Yana qanday mavzuda video qilishimizni xohlasangiz kommentariyada fikringizni qoldiring.